Assalomu alaykum. Yana bir bor. Akalar, Ekanix so'raganlarga bitta Oqtoy Ekanix kelib qoldi. Xo'p, mashina 2022-yil 30 ming probegda. Krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomasi bor. 441 million so'mligidan ekan. Mashina sveji. To'rov balonga ham e'tibor berasizlar. To'rov balon ham yangi. Mashinaning holati, mashina yurib turibdi. Eski ключевой достуp. Xullas, mashinamiz full variant. O'zini kojinli salonlari, panorama tom. Konditsionerlari mana muzdek qilib ishlab turibdi. Xullas, mashinamiz ikili motor 2022. Xullas, kapotini ochib qo'ying, 2 martalo. Auksion nomerlari. Galagenlari ham. Turbina, ikili motor. Motoriga hali suvni sasi ham tegmabdi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, mashinamizni 25 ming dollarga berib yuboramiz. Yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Buni Devo moshtalarga barter. O'zbekistonda hamma viloyatga dastavka qilib bersak ham bo'laveradi. Devo moshtalarga barter qilsak ham bo'laveradi. Xullas, mashina sotuvda. Ko'ringlar. Ekanix haydayman deganlarga tayyor narsa. Yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklar bor. Hammaga omad. Rahmat, kattakon salomat bo'linglar.